Bu bog'ni joyini tanlab berish ham, yo'q qilib berish ham o'zi haqida. Va ko'chirib o'tkazib bitta joyga tushib qolganini sizlar aybdorsilar. Hokimga sizlar o'zi endi bu qaysidir bir tashkilot rahbari yoki kimdir aybi bilan u tomonga o'tib ketgan, endi bunga deputatlar aybdor emasda. Kengash qarori to'g'ri ketganidan keyin men sizdan hozir talab qo'yapman. Aynan kengash qarori bo'yicha o'sha belgilangan bog'ni bizga qilib bering degan masalani qo'yaman. Hozir bekor ko'tarilmayapti bu masala. Ertaga xuddi mana hozir tasdiqlayapmiz. Siz buni hozir kengash qarori bilan shundan o'tkazib olaman-da, boshqa joyga qilaman degan masala bo'lmasligi kerak. Qarang, bugungi kunda yashil bog', yashil makon siyosat darajasida, hattoki maktab davridan boshlab bog'chalargacha hammamiz bitta bo'lsa ham daraxt ekyapmiz-da. Bu mayli kelajagingiz uchun sizlarning ishlaringiz ham hammasi. Meni yana bitta e'tirozim bor, doimiy komissiyada ko'zim tushgan joyi, siz o'sha tasdiqlangan kadastr bo'limi hamda o'rmon xo'jaligi bilan tasdiqlamagansiz hujjatingizni. Men talab qo'ygan edim, o'sha hujjatni menga ko'rsatsangiz, ular bilan kelishilganiga haqiqatan amin bo'lsak-da, keyin o'tkazib bersak. Aynan shu hujjat edi. Mana aynan shu bugun 7-chaqiriq xalq deputatlari Ohangaron tuman kengashining navbatdagi 27-sessiyasida xalq deputatlari Ohangaron tuman kengashiga saylangan 24 deputatdan 16 nafar ishtirok etmoqda. Nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Taklif bir ovozla ma'qullandi. Marhamat, Asli Karimjonovni sessiya ko'tarib saylanishga joyingizni egallashingiz mumkin. Taraflar yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Ta'mirlash chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilingan. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha Ohangaron tumanida ikkita, ya'ni Salam mahallasi Tinchlik ko'chasi 11-uyda istiqomat qiluvchi Hoshimov Islom Nasibaliyevich hamda Ojosoy Mufey hududi Jonibek ko'chasi 65-uyda istiqomat qiluvchi Qoyil va Zarina Suban qizi. Ushbu xonadonlarda devor, tomlarni izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza, eshik hamda quyosh panellari yoki yakalik bilan o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Faqat ko'p bo'lsa ham demak to'xtaymiz. Betaraflar yo'q. Sizga rahmat. Ohangaron tumanida byudjetning qo'shimcha mablag'lari manbaidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi masala, tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya majlisida muhokama etilib, komissiyaning tegishli qaror loyihasi qabul qilingan. Bugungi mulk ommalar ajrashgan bog'liq masalamizni bittagina masalamiz bor. Bu ham 4ta yo 5ta sessiyadan beri muhokama qilinayotgan o'sha yo'l patrul xizmati xodimlarini ish haqi bilan ta'minlash masalasi. Faqat endi jumlasi qonun talablariga yoqmayapti. Asos to'g'ri kelmayapti. Hozir bunda nima bo'ldi? Asos nimasi o'zgardi shuni ayting desam. Harakat xavfsizligini ta'minlash xarajatlari uchun. Oylik uchun deyilganda xavfsizlikni ta'minlash xarajatlari uchun. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Tinchlik yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yashil bog'lar va yashil belbog'lar tashkil etish to'g'risida Ohangaron tuman ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlimni o'zgartirish bo'limi boshlig'i Dadan Botir Zakirjonovning hisobotini tinglar ekanmiz. E'tirozlar bilan biz sizni mana shu masalangizni tasdiqlab beramiz. Lekin ertangi muddatda siz bizga to'liq qaytib tumanli deputatlar reglamentga chiqyapmiz. Hozir sessiyani qilib olamiz. Siz ketmay turasiz. Sizga beradigan savollarimiz juda ham ko'p. Siz ozgina qiynaymiz, ozgina kuttirsangiz tasdiqlab oldik. Hozir hammaga muborak bo'lsin. Bayramlarga yaxshi o'tsin.